Uzoqdan olib turibman videoga, hayron bo'lasiz. Bu bola oynani ochib, yopib nima qilyapti deb, bu narsa remontdan oldin judayam kerak. Nimaga desanglar, og'zi kuygan qatoni ham puflab ichadi deyishadi. Pul ketgandan keyin aymasangiz bo'lmasa. Bo'sh bo'lgan kunimdan foydalanib, havo ochuvligida uyga ham foydam tegsin dedim. Bundan oldingi remontlarda mana shu rom ochiq qoldida, ozgina ketgan emulsiyani ketkiza olmasdan, tegan emulsiyani ketkiza olmasdan rosa qiynaldim. Onasini aytsam, vaqt ham ketdi, pul ham ketdi. Endi pul ketsa ketsin dedimda, amallab malyarniy skotchi 12 mingga olib, mana shunaqa qog'ozlar bilan hamma yog'ini cho'tki qilib yopib tashyapman. Ko'rib turganingizdek, oldin ochiladigan, yopiladigan joyini, chunki havo kerak. Havo zarur bo'lib qolib ochib yopishganda muammo bo'lmasin dedim. Mana ochib yopib tashqaridan ham qo'yib qo'ydim. Mana qog'ozlar bor ekan, kakras cho'tki qilib kesib joylab qo'yaman. Malyar kelganda ortiqcha qo'l uchida nimalar qilmaydi. Bemalol shuni qilaveradi. Ko'rib turganingizdek, o'rab qo'ygan narsamiz bizga juda ham foyda beradi. Remont qilishdan oldin hammaga shuni maslahat beraman. Romiylar alishtirgan bo'lsanglar, romiylarni yaxshilab yopib, kraska tegmaydigan qilib olsanglar, o'zingizga juda ham yaxshi. Bu narsani zarari yo'q. Umuman ruchkalarigacha ham даже qilib ko'rib turganingizdek, ish bitgandan keyin malyarniy skotchi shundoq ko'chirsangiz ko'chadi. Mana ko'rganingizdek, ikkita romni cho'tki qilib yopib qo'ydim. Bu yog'iga malyar ham kelib bemalol ishlayveradi.